hürmetlik Emir Hasan efendim, Şarkı Türkistanlıklar Federasyası Reisi, söhbetimizi, ziyaretimizi kabul kılgalığınız için köp rahmet etimiz aldığına. Rahmet sizge. Elbette bu qetim, tuncu qetim qatnışsınız bu qeynaşıq görüş yığınıға. Bu yığından boğan bir təsiratınızı anlap etken bolsaq. Assalamu alaikum. Hürmetlik köylüçe barlıq. Aziz dost birodar qarindoshlar. Avval şu qarindoshlik holatini o'rlashtirgan ma'rifatkorlar jamiyatiga barliq aziz Sharq Turkistonliklar Federatsiyasi nomidan shundaqla Uyg'ur tashkilotlar munbiri nomidan chin ko'ngildan rahmat aytaman. Men Sharq Turkistonliklar Federatsiyasi şu andaki mas'uli shundaqla Türkiye'deki Uyghur Teşkilatlar platformunun vaqtliq reisi. Yani Hoş. bugün bu qitimliq qarindoshlar uchrashishga kelish meni boshqacha bir nihoyatda yaxshi bir kelajagimizdagi bir umid, nurg'un bir yangicha bir qadamlarning bo'ladiganligiga bir umid paydo qildi. İnşallah qarindoshlik uchrashishimiz menga ta'sir qildi. Dünyanın her qaysi yerlerinden kelgan her sahadaki peshqadamlar, hem sahadaki qarindoshlarımızdan bir ortak fikir, ortak g'oya, ortak nishon bilan ortak düşmanimizga qarshi bir araga bundan keyin kelalaydiganligimiz, hamkorlasha oladiganligimiz, o'sha orqali kuchli dushmanga taqobil turish uchun hammamiz birlikda qo'limizdan kelgan tirishchilik ko'rsatib, dushmanni yengish uchun boshqacha bir qadamlarni ilishga bir vasila bo'lgan bir uchirish bo'ldi deb qarayman inshaalloh bu qarindoshlik uchrashuvi. Bundan keyin shu qarindoshlik uchrashuvimizning haqiqiy bir qarindoshlarcha bir o'zaro bir-birimizga do'st qarindosh bo'lib, bundan keyin qilgan har bir ishlarimizda tag'imi yaxshi bir natijadan qo'l keltirishni tilayman. Rahmet, Allah razı olsun. Deginimizdeki inşallah bu uçuruşlar milletimizden kelgüsü için nurgun yaxşı neticelerge sebep olsun inşallah. Köpten köp rahmet. Allah razı olsun. Allah razı olsun.